Tasavvur qiling, koinotdagi eng dahshatli va aql bovar qilmas kuchlar bir maydonda to'qnashsa nima bo'ladi? Bugun aynan biz Marvel va Mortal Kombat olamlarini bellashtiramiz. Thor Raidenga qarshi, Rosamaha Barakaga qarshi, Hulk Goroga qarshi, Iceman Sub-Zeroga qarshi, Scorpion esa kimga qarshi ekanligini hozircha aytmayman. Taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Sizlar bilan Cinema Oz va bugungi videomizni boshladik. Oldin bu ikkita olam haqida sizlarga qisqacha tushuncha bersam, Marvel olami, Marvel Universe bu 1939-yilda asos solingan bo'lib, asosan 1960-yillarda Stan Lee hamda Jack Kirby kabi ijodkorlar tomonidan kengaytirilgan, minglab super qahramonlar va yovuzlarni birlashtirgan ulkan xayoliy komiks va kino dunyosidir. Bu olamda voqealar cheksiz parallel dunyolardan iborat multiversiya ichida kechadi. Bunda asosiy olam Yer 616-olam hisoblanadi. Marvel olamining markazida O'rgimchak odam, Temir odam, Kapitan Amerika, Thor, Hulk kabi yakkaxon qahramonlar hamda ulardan tashkil topgan Xasoskorlar, X odamlar va Fantastik to'rtlik kabi qudratli jamoalar turadi. Bu qahramonlar Yer sayyorasini va butun koinotni Thanos, Doktor Doom yoki Magneto kabi xavfli yovuzlardan hamda global tahdidlardan himoya qiladi. Mortal Kombat olamiga keladigan bo'lsak, bu bir-biri bilan urush holatida bo'lgan turli o'lchamlar va parallel dunyolar, Yer dunyosi, tashqi dunyo kabi olamlardan iborat. Bu olamlar qonunlariga ko'ra Imperator Shao Kahn kabi yovuz kuchlar boshqa dunyoni butunlay bosib olish uchun qadimiy ma'budlar tomonidan tashkil etilgan Mortal Kombat deb nomlangan turnirda ketma-ket 10 marta g'alaba qozonish shart. Janglar o'ta shafqatsiz, qonli va sehr jodu elementlarga boy bo'lib, unda Raiden, Liu Kang, Scorpion va Sub-Zero kabi jangchilar o'z dunyolarini omon qolishi uchun hayot-mamot jangida ishtirok etishadi. Xo'p, endi esa bellashuvni boshlasak bo'ladi. Thor Raidenga qarshi ikkala olam hikoyalarida ham bular chaqmoq ustasi va o'z xalqining yetakchilari hisoblanadi. Filmlarda Thor kosmik o'lchamdagi jismoniy kuchga ega, ulkan kemalarni o'z kuchi bilan to'xtatadi va og'ir jarohatlardan so'ng ham bir necha soniyada o'zini tiklay oladi. Raiden esa o'yinlardagi jangovar harakatlarda nihoyatda tez, ko'z ochib yumguncha joyini o'zgartiradi va asrlik jang tajribasiga ega. Biroq himoya darajasi va chidamlilik masalasiga kelganda Raidenning insoniy tanasi oddiy qurollardan ham jarohat oladi. Eng muhimi, Raidenning barcha maxsus qobiliyatlari, ya'ni elektr va chaqmoq hujumlari Thorga qarshi mutlaqo foydasiz bo'lib qoladi. Chunki Thor o'z tabiatiga ko'ra har qanday elektr energiyasini yutib yuboradi va undan o'ziga qo'shimcha quvvat oladi. Yaqin jangda Raiden o'z tezligi evaziga dastlabki zarbalarni bera olsa-da, uzoq davom etadigan to'qnashuvda u tezroq charchaydi. Thor esa charchoq nimaligini bilmaydi va uning afsonaviy bolg'asi Mjolnir bilan beradigan bitta og'ir zarbasi Raidenning har qanday himoya to'sig'ini parchalab tashlaydi va bu to'qnashuvda g'olib Thor. Raidenning taktik ustunligi va tezkorligi unga vaqtinchalik ustunlik berdi, ammo uning asosiy hujumi Thorga ta'sir qilmagani va jismoniy chidamlilik kamligi sababli u Thor oldida yengiladi. Endi esa Rosamaha Barakaga qarshi. O'yinlar hikoyasiga ko'ra, Baraka mutantlar qabilasining eng tajovuzkor yetakchilaridan bo'lib, jismoniy kuch jihatdan oddiy odamdan bir necha barobar ustun va bilaklardan o'tkir suyak tig'lari chiqadi. U o'zining hayvoniy instinktlari sababli og'riqqa juda chidamli va ko'plab qonli turnirlarni ko'rgan, ammo uning ro'parasida laboratoriya tajribasi natijasida yengilmas qurolga aylantirilgan Rosamaha turibdi. Rosamahaning asosiy ustunligi jang natijasini to'liq hal qiladi. Uning butun suyak tizimi dunyodagi eng mustahkam material adamantium metali bilan qoplangan. Barakaning shiddatli hujumlari va o'tkir suyak pichoqlari bu metal himoyaga urilganda shunchaki sinib, parchalanib ketadi. Jarohatdan tiklanish borasida ham Rosamaha mutlaq ustun. Uning tanasi har qanday chuqur kesishlarni soniyalar ichida yopib yuboradi. Baraka yaqin jangda qanchalik tajribali bo'lmasin, Rosamahaning o'tkir metal tirnoqlari uning terisini bir necha zarbadayoq tilka pora qiladi. Uzoq jangda Baraka o'z qurollaridan ayrilib, jismonan charchab qoladi. Rosamaha esa o'zining tugamas energiyasi bilan hujumni davom ettiradi va bu to'qnashuvda g'olib Rosamaha. Barakaning shafqatsiz biologik kuchi va tajribasi raqibning metal skeleti hamda misli ko'rilmagan tiklanish qobiliyatini yenga olmaydi. Endi esa Hulk Goroga qarshi. To'rt qo'lli Goro 500 yildan ortiq vaqt davomida turnir chempioni bo'lib, o'zining jismoniy kuchi va to'rtta qo'l yordamida raqiblarni bo'g'ib, suyaklarni maydalashga odatlangan. U yaqin jang taktikasini mukammal biladi va masofadan olovli sharlar ochish qobiliyatiga ega, ammo uning qarshisida gamma nurlanish sababli paydo bo'lgan Marvelning eng dahshatli yirtqichi Hulk turibdi. Filmlarda ko'rganimizdek, Hulkning jismoniy kuchi va tanasining chidamliligi Gorodan bir necha barobar yuqori. Goroning to'rtta qo'li bilan beradigan zarbalari va og'ir siquvlari Hulkning qalin va mustahkam terisiga deyarli zarar yetkazmaydi. Hulkning eng muhim maxsus xususiyatlaridan biri shuki, u jang maydonida qanchalik ko'p og'riq his qilsa va g'azablansa, shunchalik kuchi va harakat tezligi
ustunligi shunchalik ortib boraveradi. Ko'ra o'zining 500 yillik jangovar tajribasi bilan xalqning zaif nuqtalariga dastlab aniq zarbalar bera oladi. Biroq uzoq jangda u xalqni butunlay to'xtatib qola olmaydi. Xalq yanada g'azablanib Goroning zarbalarini shunchaki o'tkazib yuboradi va bitta dahshatli zarba bilan Goroning qo'llarini sindirib jangni yakunlaydi. Va bu to'qnashuvda ko'rib turganingizdek xalq g'olib. Goroning ulkan taktik ustunligi va to'rtta qo'li xalqning to'xtatib bo'lmas va g'azab natijasida ortib bo'layotgan kuch oldida hech narsa emas. Navbat endi muz elementlarini boshqaruvchi ikkita personajga keldi. Birinchisi Omega darajasidagi mutant Iceman, ikkinchisi esa kuchli jangchi Sub-Zero. Sub-Zero Lin Kuei klanining yetakchisi bo'lib, u havodagi namlikdan turli muz qurollarini yaratadi. Raqibini bir joyda muzlatib qo'yadi va yaqin jang san'atini mukammal egallagan. Uning harakati juda tez va taktik qarorlari aniq, ammo uning qarshisida Omega darajasidagi mutant bo'lgan Iceman turibdi. Icemanning asosiy xususiyati va eng xavfli qobiliyati bu o'zining atrofidagi haroratni mutlaq 0 darajaga tushira olishdir va bu materiyaning harakatini to'xtatadi. Himoya darajasi bo'yicha Iceman butunlay tirik muzdan iborat. Bu degani Sub-Zeroning barcha asosiy muzlatuvchi hujumlari va muzli qilichlari Icemanga qarshi mutlaq foydasiz bo'lib qoladi, chunki muzga zarar yetkaza olmaydi. Sub-Zero klan yetakchisi sifatida jang tajribasi borasida ustun bo'lsa-da, u baribir inson biologiyasiga ega. Uzoq jangda Iceman atrofini haddan tashqari sovuq qilib yuborgani sababli Sub-Zeroning insoniy qon aylanish tizimi muzlab, harakatlari butunlay to'xtaydi va u charchab yiqiladi. Va ko'rib turganingizdek bu to'qnashuvda g'olib Iceman. Sub-Zero muzni shunchaki qurol sifatida ishlatadi. Iceman esa tabiat qonunlarini o'zgartirib muzning o'ziga aylana oladi. Video boshida men Skorpion bilan kim jang qilishini taxmin qilib turing va izohlarda yozib qoldiring deb aytgan edim va hozir esa buni to'g'ri taxmin qildingizmi ko'rib chiqamiz. Skorpionga qarshi jang qiladigan personaj bu Ghost Rider, ya'ni arvoh poygachi. Mortal Kombat olamining o'lim bilmas sharpasi Skorpion o'zining zanjirlari bilan dushmanni masofadan tortib oladi. Yaqin jangda nihoyatda ayyor va kutilmagan burchaklardan olovli hujumlar qiladi. U og'riq his qilmaydi, jismoniy jarohatlardan qo'rqmaydi va asrlar davomida orttirgan shafqatsiz jang tajribasiga ega. U o'zining maxsus olovi bilan har qanday dushmanning tanasini kulga aylantira oladi. Skorpion bilan Ghost Riderning to'qnashuvi bu shunchaki jismoniy kuchlar to'qnashuvi emas, bu ikki dahshatli olovning qarama-qarshiligidir. Skorpion Ghost Riderni o'z zanjirlari bilan bog'lab, Skorpion unga o'zining eng kuchli olovli zarbalardan beradi. Biroq arvoh poygachining tanasi va suyaklari har qanday yuqori haroratga to'liq chidamli bo'lgan sababli Skorpionning bu asosiy hujumi mutlaq foydasiz bo'lib qoladi. Ghost Riderning jismoniy kuchi va chidamliligi Skorpiondan ancha ustun. U har qanday og'ir qurollarning zarbasini sezmaydi ham. Ikkalasining ham jarohatdan tiklanishi yuqori darajada bo'lsa-da, arvoh poygachining bitta maxsus qobiliyati jang natijasini butunlay o'zgartirib yuboradi. Bu arvoh poygachining gunohkor qarashidir. Arvoh poygachi uning ko'zlariga boqishi bilan Skorpion o'zi o'tmishda boshqalarga yetkazgan barcha dahshatli azoblarni, qiynoqlarni va qurbonlarning og'rig'ini o'z tanasida qayta his qiladi. Bu shunday og'ir yuk bo'ladiki, Skorpionning o'lim bilmas tabiati ham ushbu dahshat oldida ojiz qoladi va uning ruhi butunlay yonib ketadi va bu to'qnashuvda g'olib arvoh poygachi. Skorpion o'zining jangovar ustunligi bilan qarshilik ko'rsatishga urinadi, ammo uning qonli o'tmishi arvoh poygachining yakuniy hujumi oldida uning o'ziga qarshi eng halokatli qurol bo'lib xizmat qiladi. Bugungi barcha to'qnashuvlarda biz ikkita ulkan olamning eng kuchli tomonlarini va ularning haqiqiy imkoniyatlarini mantiqan ko'rib chiqdik. Bir tomonda Mortal Kombat jangchilarining asrlik tajribasi va ayyorligi kurashgan bo'lsa, ikkinchi tomonda Marvel qahramonlarining tabiat qonunlaridan ustun turadigan chidamliligi va biologik xususiyatlaridir. Umumiy hisobda barcha janglarda Marvel g'alaba qozondi. Marvel olami o'z qahramonlarining uzoq janglardagi chidamliligi sababli ustunroq ekanligini isbotladi. Keyingi videoda qaysi personajlarning kuchlarini sinab ko'raylik yoki qandaydir videoga ajoyib ideyalar bo'lsa kommentariyalarda yozib qoldiring. Albatta bizni qo'llab-quvvatlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang va qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'ying. Sizlar bilan Sinema O'z va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.